Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan pensiya masalasida juda muhim, juda og'riqli va har bir oilaga bevosita tegishi mumkin bo'lgan mavzuni gaplashaman. Gap Ko'g'ida bo'yicha sonli yangi qonun. Pensiya tayinlash tartibidagi o'zgarishlar, kimlar pensiyasiz qolishi mumkinligi, kimlar xavotir olishi shart emasligi va eng muhimi, bugundan boshlab nima qilish kerakligi haqida ketadi. Men darhol aytaman. Bu ma'lumotni keyin ko'raman deb chetga surib qo'ymang. Chunki pensiya masalasida bitta yetishmagan hujjat, bitta tasdiqlanmagan ish staji, bitta noto'g'ri yozilgan familiya yoki arxivdan olinmagan ma'lumot odamni bir necha oy, ba'zan esa yillar davomida sarson qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Chunki men bugun oddiy tilda, misollar bilan kim xavf ostida, kim xavotir olmasa bo'ladi, qanday hujjat tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini birma-bir tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiyaga chiqish vaqtida asosan mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari va ayrim hollarda guvohlarning tasdiqlari orqali ish stajini isbotlab kelishgan. Masalan, inson 30 yil zavodda ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bo'ladi, muhr bo'ladi, imzo bo'ladi. Shunga qarab staj hisoblanadi. Yoki korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olinadi. Ayrim davrlar bo'yicha hujjat topilmasa, sud orqali tiklash, qo'shimcha dalillar bilan isbotlash imkoniyati bo'lgan. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimi tobora ko'proq raqamli ma'lumotlarga, yagona elektron bazalarga, badal va ish haqi to'lovlari qaydlariga bog'lanmoqda. Ya'ni men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmay qolmoqda. Davlat organlari qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, siz uchun badal to'langanmi, ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi, tizimda ko'rinayaptimi degan savollarga javob qidirmoqda. Mana shu yerda odamlarni qo'rqitayotgan masala paydo bo'ladi. Agar elektron bazada ma'lumot bo'lmasa, odam pensiyasiz qoladimi? Agar ish beruvchi o'z vaqtida badal to'lamagan bo'lsa, oddiy ishchi aybdormi? Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa yoki korxona allaqachon tugatilgan bo'lsa nima bo'ladi? Agar inson 20 yil ishlagan, lekin faqat takkili rasmiy ko'rinsa, uning taqdiri nima bo'ladi? Men bu savollarga shoshilmasdan javob beraman. Eng birinchi tushunish kerak bo'lgan narsa, pensiya masalasida eng katta xavf umuman ishlamagan odamda emas, balki ishlagan, lekin ishlaganini hujjat bilan isbotlay olmayotgan odamda. Chunki qonun va tizim hujjatga qaraydi. Siz haqiqatda mehnat qilgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu mehnat ishsiz qolgan bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo chiqadi. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar xavotir olish kerak. Masalan, bir kishi 15 yil davomida qurilishda ishlagan. Har oy naqd pul olgan, ish beruvchi, hammasi yaxshi, xavotir olmang degan. Lekin mehnat shartnomasi tuzilmagan, soliq to'lanmagan, ijtimoiy badal ko'rsatilmagan. Endi u kishi pensiya yoshiga yetganda tizimda uning 20 yillik mehnat ko'rinmasligi mumkin. U o'zi men ishlaganman deydi, lekin pensiya jamg'armas hujjat qani deb so'raydi. Mana xavfning eng katta ko'rinishi shu. Ikkinchi guruh, ish staji bor, lekin hujjatlari tartibsiz odamlar. Masalan, ayol kishi 1934 yildan 2002 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona muhri xira ishga kirgan sana bor. Ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin ayrim hujjatlarda eski familiya, ayrimlarda yangi familiya yozilgan. Bunday holatda pensiya tayinlash jarayonida savollar tug'iladi. Chunki tizim uchun har bir davr aniq bo'lishi kerak. Qachon ishga kirgan, qachon chiqqan, qaysi lavozimda ishlagan, qaysi tashkilotda ishlagan. Uchinchi guruh, korxonasi yopilib ketgan odamlar. Masalan, bir vaqtlar kolxoz, sovxoz, kichik fabrika, xususiy firma yoki kooperativda ishlaganlar ko'p. Bugun u tashkilot yo'q, direktor yo'q, buxgalter yo'q, kadrlar bo'limi yo'q. Agar hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lsa, muammo hal bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlar arxivga topshirilmagan, yo'qolgan yoki noto'g'ri saqlangan bo'lsa, odam o'z stajini isbotlashda qiynaladi. Shuning uchun aynan eski davrlarda ishlaganlar bugundan boshlab o'z hujjatlarini tekshirtirishi shart. 4-guruh, xorijda ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli hujjatlar, mehnat shartnomalari, sug'urta badallari, soliq ma'lumotlari bo'lishi kerak. Agar norasmiy
ishlagan bo'lsa, yana og'zaki kelishuv bilan pul olgan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga qo'shish qiyinlashadi. Xalqaro kelishuvlar bor joyda rasmiy hujjatlar yordam beradi. Lekin hujjatsiz mehnatni isbotlash deyarli eng murakkab masalalardan biri hisoblanadi. 5-guruh yakka tartibda ishlaganlar, tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik men do'kon yuritganman. Men ustachilik qilganman, men bozorda savdo qilganman, men taksida ishlaganman deydi. Lekin savol bitta. Siz ro'yxatdan o'tganmisiz? Soliq to'laganmisiz? Ijtimoiy to'lovlaringiz qayd etilganmi? Agar ro'yxatdan o'tmasdan ishlagan bo'lsangiz, bu faoliyat hayotiy jihatdan mehnat bo'lsa ham pensiya stajida tan olinmasligi mumkin. Endi aniq misol bilan tushuntiraman. Deylik, aka 60 yoshga yaqinlashdi. U 1990 yildan 2000 yilgacha kolxozda ishlagan. 2010 yildan 2010 yilgacha xususiy qurilish brigadasida ishlagan. 2010 yildan 2024 yilgacha rasmiy qorovul bo'lib ishlagan. Qog'ozda faqat oxirgi 12 yil aniq ko'rinadi. Kolxoz davri arxivdan chiqsa yana 10 yil qo'shiladi. Lekin qurilish brigadasi norasmiy bo'lgan bo'lsa 9 yil yo'qolib ketadi. Natijada u odam o'zini 34 yil ishlagan deb biladi, tizim esa 23 yilni tan olishi mumkin. Pensiya miqdori ham aynan shu tan olingan staj va rasmiy daromadga qarab hisoblanadi. Yana bir misol. Ayol kishi 25 yil uyda bolalar tarbiyasi, tomorqa, oilaviy mehnat bilan band bo'lgan. Keyin 8 yil maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. U men umr bo'yi ishladim deydi. Hayotiy jihatdan bu to'g'ri, lekin pensiya qonunchiligi rasmiy stajni, ayrim qonunda belgilangan davrlarni va tasdiqlangan ma'lumotlarni hisoblaydi. Bola parvarishi bo'yicha ayrim davrlar qonunda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin, lekin buning ham chegarasi, hujjati va sharti bor. Demak, uyda mehnat qildim degan tushuncha bilan pensiya staji bir xil narsa emas. Endi vahimaga tushmaslik kerak bo'lgan holatlarni ham aytaman. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'lab kelgan bo'lsa, ish haqi elektron tizimlarda ko'ringan bo'lsa, sizda mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi tartibda bo'lsa, asosiy xavf sizda ancha kam. Siz shunchaki ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirishingiz kerak. Agar siz davlat tashkilotida, maktabda, bog'chada, shifoxonada, hokimiyat tizimida, yirik korxonada ishlagan bo'lsangiz, odatda hujjatlar saqlanish va bazalarda ko'rinishi ehtimoli yuqori. Lekin men baribir tekshirmasangiz ham bo'la demayman. Chunki amaliyotda eng rasmiy joylarda ham xatolar uchraydi. Masalan, ism sharifda bitta harf xato bo'ladi. Pasport ma'lumoti eski bo'ladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'ladi yoki ish stajidagi bir davr bazaga tushmay qolgan bo'ladi. Bu mavzu sizga tegishli emas deb o'ylamang. Bugun 25 yoshdagi odam pensiyaga hali uzoq deydi. Lekin o'tgan yil juda tez o'tadi. Eng muhimi bugungi norasmiy ish ertaga pensiya muammosiga aylanadi. Siz bugun konvertda maosh olayotgan bo'lsangiz, rasmiy ish haqi minimal ko'rsatilayotgan bo'lsa, sizning kelajakdagi pensiyangiz ham minimal bo'lish xavfi bor. Pensiya faqat yoshga yetganda paydo bo'ladigan masala emas. Pensiya bugungi rasmiy mehnatingizdan boshlanadi. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma hujjat ham avtomatik qabul qilinavermaydi. Masalan, eski mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr o'qilmaydi. Yoki tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan, lekin arxivda bunday tashkilot topilmaydi. Yoki buyruq raqami bor, lekin buyruqning o'zi saqlanmagan. Bunday holatda qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Ba'zan odam daftarcham bor-ku deb ishonadi. Lekin daftarchadagi yozuv qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ish haqi miqdori pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Faqat stajning o'zi yetarli emas. Masalan, ikki odamning ikkilasida ham 3 yillik staj bor. Biri 3 yil rasmiy yuqori maosh olgan, ikkinchisi 3 yil minimal maosh bilan ko'rsatilgan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun meni ishga rasmiy oldi, bo'ldi deb o'ylash ham yetarli emas. Rasmiy ish haqi qancha ko'rsatilayotgani ham juda muhim. Uchinchi nozik jihat. Ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, bu jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Siz ishga kelgansiz, vaqtida mehnat qilgansiz, lekin rahbar yoki buxgalteriya hujjatni to'g'ri yuritmagan. Amaliyotda odamlar ko'pincha buni pensiyaga yaqinlashganda bilib qoladi. Shuning uchun men har doim aytaman, ish beruvchiga ko'r-ko'rina ishonmang, o'z ma'lumotlaringizni o'zingiz tekshirib boring.
To'rtinchi jihat. Minimal staj masalasi. Pensiya tayinlanishi uchun qonunda belgilangan zarur ish staji bo'ladi. Agar inson zarur stajni to'play olmasa, u pensiya miqdorida. Pensiya turida yoki tayinlanish shartlarida muammoga duch kelishi mumkin. Ayrim hollarda nafaqa masalasi ko'riladi. Lekin bu pensiya bilan bir xil emas. Nafaqa odatda kamroq bo'lishi mumkin va shartlari alohida belgilanadi. Shuning uchun baribir davlat qaraydi degan xotirjamlik noto'g'ri. 5-jihat. Ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ko'pchilik men 3 ta bola tug'ganman, demak men ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masalada aniq qonuniy tartib bor. Bola parvarishi davri qanday hujjat bilan tasdiqlanadi? Qancha muddat hisobga olinadi? Umumiy stajga qanday qo'shiladi? Bularni alohida tekshirish kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh hujjatlari, familiya o'zgarish haqidagi hujjatlar juda muhim bo'ladi. Ayniqsa ayollarda familiya almashgani sababli arxiv ma'lumotlari topilmay qolishi mumkin. 6-jihat. Harbiy xizmat, oliy o'quv yurti, dekret, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi davrlar. Bularning har biri bo'yicha alohida shartlar bor. Masalan, harbiy xizmat davri stajga qo'shilishi mumkin, lekin harbiy bilet, xizmat o'taganlik to'g'risidagi ma'lumot kerak bo'ladi. O'qish davri har doim ham bir xil tartibda hisoblanmaydi. Qaysi yillarda, qaysi shaklda o'qiganingiz muhim bo'lishi mumkin. Demak, men o'qiganman, albatta kiradi, yoki men xizmat qilganman, avtomatik qo'shiladi deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. 7-jihat sud orqali stajni tiklash. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, ayrim hollarda sudga murojaat qilish mumkin. Lekin sudga shunchaki men ishlaganman deb borilmaydi. Dalillar kerak. Arxiv javoblari, ish joyidagi eski buyruqlar, maosh vedomoslari, kasaba uyushmasi hujjatlari, guvohlar, eski hamkasblar, diplom, buyruq nusxalari, hatto ayrim hollarda mukofot varaqalari ham yordam berishi mumkin. Sud jarayoni vaqt oladi, asob oladi, xarajat talab qilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, oldindan yig'ish kerak. Birinchi qadam, o'z ish stajingizni tekshiring. Men har bir tomoshabinga maslahat beraman. Men hali yoshman demang. Menda hammasi joyida demang. Elektron mehnat daftarchangiz, rasmiy ish joylaringiz, soliq va ijtimoiy to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun MyKokibuz portali, soliq organlari xizmatlari, mehnat organlari va pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari orqali ma'lumot olish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yoki mahalladagi mas'ullardan yordam so'rang. 2-qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasidan ma'lumot, diplomlar, harbiy bilet, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, maosh to'g'risidagi ma'lumotlar. Men maslahat beraman. Bularning oddiy nusxasini ham, elektron skaner nusxasini ham saqlab qo'ying. 3-qadam, eski ish joylaringizni aniqlang. Masalan, siz 1962-yildan 1933-yilgacha qayerda ishlagansiz? Tashkilotning to'liq nomi nima edi? U keyin qaysi tashkilotga qo'shilgan? Qachon tugatilgan? Hujjatlari qaysi arxivga topshirilgan? Bularni oldindan aniqlash juda foydali. Ko'pincha odamlar eski zavodda ishlaganman deydi. Lekin zavodning rasmiy nomini eslay olmaydi. Arxiv esa aniq nom, yil, lavozim bo'yicha qidiradi. 4-qadam, arxivga yozma murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, og'zaki so'rab yurish yetarli emas. Yozma ariza bering. Arizada ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tashkilot nomi, bo'lim yoki sex nomi bo'lsa, shularni yozing. Arxivdan ishga qabul qilinganlik, ishdan bo'shatilganlik, ish haqi, buyruqlar va shaxsiy tarkib bo'yicha ma'lumot so'rang. Javobni albatta yozma shaklida oling. Agar arxiv ma'lumot topilmadi desa ham, bu javob keyinchalik sud yoki boshqa tartibda kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, hozir ishlayotgan joyingizni tekshiring. Ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, lavozimingiz to'g'ri ko'rsatilganini, maoshingiz rasmiy aks ettirilayotganini, elektron tizimga kiritilganini so'rang. Agar sizga kerak emas, keyin qilamiz deyishsa, bu signal. Chunki pensiya sizniki, javobgarlik oxir-oqibat sizning hayotingizga ta'sir qiladi. Oylikni konvertda olish bugun yoqimli ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiyada katta yo'qotish bo'ladi. 6-qadam, agar xato topsangiz darhol tuzattiring.
masalan. Elektron bazada ishga kirgan sana noto'g'ri bo'lsa, familiyangiz xato bo'lsa, bir ish joyingiz ko'rinmasa, keyin qilaman demang. Ish beruvchiga, kadrlar bo'limiga, mehnat organlariga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har bir murojaatni yozma qiling yoki elektron tarzda yuboring. Og'zaki gap ko'pincha issiq qoladi. Yozma murojaat esa rasmiy javob talab qiladi. 7-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashganlar kamida 1 yil oldin tayyorgarlik ko'rsin. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiyaga chiqishga 1 oy qolganda hujjat yig'ish juda xavfli. Chunki arxiv javobi bir necha hafta yoki oy davom etishi mumkin. Eski ish joyini topish vaqt oladi, xatoni tuzatish vaqt oladi. Sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, yanada ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun erkaklar ham, ayollar ham pensiya yoshiga yaqinlashganda kamida 1 yil oldin barcha hujjatlarni tekshirdirish kerak. 8-qadam huquqingizni biling va talab qiling. Agar sizning arizangiz qabul qilinmasa, sababini yozma so'rang. Agar stajingiz hisobga olinmasa, qaysi asos bilan rad etilganini yozma talab qiling. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Har bir rad javobining qonuniy asosi bo'lishi kerak. Shundan keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Yana bir muhim maslahat, oilangizda katta yoshdagilar bilan bugun gaplashing. Otangiz, onangiz, amakingiz, xolangiz, qo'shningiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, ulardan hujjatlarni so'rang. Ko'p keksalar internetdan foydalanmaydi, elektron tizimlarni tushunmaydi, arxivga ariza yozishni bilmaydi. Ular davlat o'zi biladi deb o'tiradi. Lekin amalda ularning hujjatini farzandlari, yaqinlari yordam berib tartibga keltirsa, katta muammolar oldi olinadi. Men bir oddiy hayotiy vaziyatni tasavvur qilishni so'rayman. Bir inson 35 yil mehnat qilgan, lekin hujjatlarini tekshirmagan. Pensiya yoshiga yetganda 7 yillik staj ko'rinmayapti. Arxivga so'rov yuboriladi, javob kechikadi. Ish joyi yopilgan, hujjatlar topilmaydi. Endi u odam bir necha oy pensiya tayinlanishini kutadi. Asabiylashadi, idorama-idora yuradi. Agar u bu ishni 1 yil oldin boshlaganida, pensiyaga chiqqan kuni hammasi tayyor bo'lar edi. Mana farq qayerda? Yana bir vaziyat. Yosh yigit 10 yil norasmiy ustachilik qiladi. Har oy yaxshi pul topadi. Lekin hech narsa rasmiy emas. 10 yoshga kirganda tushunadi. 10 yil pensiya stajida yo'q. Endi u ro'yxatdan o'tadi, soliq to'laydi, rasmiy ishlaydi. Lekin yo'qolgan yillarni qaytarish qiyin. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga ham aytaman. Bugungi rasmiylik ertangi kafolatdir. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, yangi tartiblar odamni qo'rqitish uchun emas. Lekin hujjatsiz, norasmiy, tasdiqlanmagan mehnat davrlarini ochiq ko'rsatib qo'yadi. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlar tartibda, badallar to'langan bo'lsa, u vahimaga tushmasin, lekin baribir tekshirsin. Kim norasmiy ishlagan, eski ish joylari yopilgan, mehnat daftarchasida xatolar bor, arxiv hujjatlar yo'q bo'lsa, u bugundan harakat boshlasin. Men sizga ekspert sifatida eng muhim gapni aytaman. Pensiya huquqi o'z-o'zidan himoyalanmaydi. Uni hujjat bilan himoya qilish kerak. Siz qancha yil ishlaganingizni faqat xotira bilan emas, hujjat, elektron ma'lumot, arxiv javobi va rasmiy tasdiq bilan ko'rsatishingiz kerak. Aks holda odam haqiqatan mehnat qilgan bo'lsa ham, tizim oldida isbotlay olmasa zarar ko'rishi mumkin. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada yozing. Yoshingiz nechada? Qaysi yillarda ishlagansiz? Qaysi hujjatingiz yetishmayapti? Qanday muammoga duch kelyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya yoshiga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video bir oilani katta sarsonchilikdan saqlab qolishi mumkin.